ayoli ham bor, ayyori ham bor. Erkakni keragi ham bor, kerak emasi ham bor. Men hayotda shuni tushunib yetdim. Shuning uchun o'ylaymanki, oilani mahkam turishi erkak kishiga bog'liq. Ayol ojiza bo'ladi. Ayolni qancha siqsangiz, ayol qochib ketishga harakat qiladi. Ayolni chiroyli yashashingiz kerak. Ayolga yaxshi gapirishingiz kerak. Quloqimiz bilan yaxshi ko'rish bu bejizga emas ekan. Er qiladigan ham, qaro yer qiladigan ham ayol deb yomon fikrga boradi-da. Yo'q. Ayolni ham chiroyli gapirib boshqasi ayol siz ertaga duoda bo'lasiz, ko'karasiz. Bu narsa bor narsa. Ayolga baribir dilini ozor qilib chiqib ketsangiz, ayol bir dil oridimi agar haq bo'lsa, ayol halol bo'lsa, oilam, bolam, chaqam deb yashab kelayotgan ayolni dilini ordingizmi, erkak hech qachon ko'karmaysiz. Ko'karish mumkin vaqtinchalik. Shuning uchun bizga ikki og'iz shirin gap. Onajonisi, siz yaxshisiz. Sizdan boshqa hech kim kerak emas, siz olam guliston to'rsin.